2026 yilgi Chevrolet Lacetti O'zbekiston bozorida afsonaviy nomning zamonaviy qaytishi. Bu model birinchi bor paydo bo'lganidan beri ishonchlilik va hamyonbopligi bilan tanilgan. 2026 versiyasi esa shu an'anani yangi dizayn va texnologiyalar bilan davom ettiradi. Tashqi ko'rinishda yangi LED farlar, keng radiator panjarasi va sportiv chiziqlar Lacetti'ni ancha zamonaviy qilib ko'rsatadi. Salon ichida esa zamonaviy multimedia ekran, qulay o'rindiqlar va oilaviy foydalanish uchun yetarli joy taklif etiladi. Texnik tomondan Lacetti 2026 tejamkor dvigatellar bilan jihozlanib, shahar va uzoq masofalarda barqaror yurishni ta'minlaydi. Avtomobil narxi esa uni Cobalt, Nexe va shunga o'xshash sedanlar bilan bir qatorda eng maqbul tanlovlardan biriga aylantiradi. Umuman olganda, Chevrolet Lacetti 2026 bu oddiy, ishonchli va zamonaviy sedan bo'lib, kundalik hayot uchun qulaylik, tejamkorlik va tanish sifatni izlayotganlar uchun juda yaxshi variant.